Loaqal sen o'ylasang bo'lmaydimi? Mana 5 yildan beri akangni kutyapman. Qachon men navarali bo'lar ekanman deb. Sizlar harakatinglarni qilinglar loaqal. Armonda o'lib ketaman shekilli. Oyjon, biz davolanyapmiz, xudo xolisa bo'lib qoladi. 5 yildan beri kutyapman. Endi bunisini davolanishini kutamanmi? Oyjon, to'yimizga endi 1 yil bo'ldi-ku. Nasib bo'lsa bo'lib qoladi, shoshilib nima qilamiz? 1 yilda odamlar bolalik bo'ladi, bolam. Bolalik. Hoy, mahallada ham bosh ko'tara olmay qoldim. O'rtoqlarimga qo'shila olmayman. Qayerga borsam, keliniz tug'yaptimi? Keliniz 2 qatmi? Voy qachon bular bolali bo'lishadi? Yo meni oilamni gapidan gap boshqa gap yo'qqa o'xshaydi nazarimda. Faqat meni kelinlarimni gapi ko'chada. Oyi qo'ying. Shu dasturxon boshida hech bo'lmasa shu haqda gaplashmaylik. Bo'pti, ishlaring, choylaringni, ishingga ket hammang. Nasib qilsa farzandli bo'larmiz. Navarani kutaverib ko'karib chiqmasam deyman-da. Oyi, nima unaqa deysiz Soya? Oyjon, unaqa gaplar gapirmang. Bitta siz emas, biz ham qiynalyapmiz. Mana qara. Tur, kecha qolamiz. Ketdik. Duo qiling. Amin. Hammangni martabang ulug' bo'lsin. Ishlaringni omadli bersin. Bo'la qol. Yo'q, men o'zim yig'ishtirib qo'yaman. Xo'p. Bo'pti, men ketdim. Tezlash. Mayli, oyi yaxshi o'tiring. Yaxshi boringlar. Choyingizni ichib oling, yaxshilab kelin pursi. Yo'q, ichdim oyjon. Rahmat. Oyjon, nonushta payti atayin bola haqida o'zini molda menga tegishtirib gapirdilar. Shuni sekingina o'zimga aytsalar ham bo'ladi-ku. Faqat senga gapirganlar yo'q-ku. U yoqda hammamiz o'tirdik. Lekin eng ko'pi menga bo'ldi. Bilib turibman-ku. Agar o'zim qo'limda bo'lganda, allaqachon bolali bo'lgan bo'lardim, Elyor aka. Bo'ldi endi. Shuni o'ylab siqilavermagin. Mana Farruh do'stim 7 yil deganda farzandli bo'ldi. Endi kimga erta, kimga kech? Lekin shuni oyjon tushunmayaptilar. Elyor aka, bir narsa o'yladim. Balki biz ham eko qildirib ko'rarmiz-a. Sen uni qanchaligini bilasanmi? O'zi muolajaga qancha ketyapti? Qo'y. Boshim ortmagin. Bo'pti. Xo'p, nima qilamiz unda? Siz ham bir